Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi o'rganadigan ishimiz kompyuterimizdagi RAM xotirani keshini tozalash bo'ladi. Kesh xotira mavjud, bu bizga ko'rinmaydi. Asosan fayllarni zagruzka qilib, uni ichki fayllarni, exe fayllarini ushlab turuvchi kesh xotira mavjud. Bu kesh xotira RAM disk ichida joylashgan bo'ladi. Ya'ni operativ xotira ichida. Operativ xotirani kesh xotirasini, keshini tozalashimiz uchun dastur kerak bo'ladi bizga bir. Oldin dispetcher zadachi orqali RAM xotirani holatini ko'rib olamiz. Pastki masalalar paneli ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, dispetcher zadach tugmasini ustiga bosamiz. Dispetcher zadach bo'limi ochildi. Ishlab turgan fayllar yo'q. Mana o'zi bor yo'q 3 ta. Bu hech qancha joy olmaydi. Megabayt turibdi. Ikkinchi bo'limini tanlaymiz. Bu yerda grafический bo'lim ochiladi. Pamyat degan bo'limni tushib olamiz. Pamyat bo'limi shu bizni operativ xotiramizni holati, qanday ishlayapti, qancha xotira hajmi mavjudligini ko'rsatib turadi. Bizda 608 gigabayt xotirani ishlatib turibdi hozirda. O'zi aslida 20 gigabayt. Uni biz tozalashimiz kerak, kesh xotirasini. Shunda sal bo'shaydi, yengillashadi. Uning uchun RAM Map degan programma bor, dastur bor. Shu dasturni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Xohlasanglar Google dasturidan, platformasidan, xohlasanglar Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. RAM Map. Ushbu dasturni, ya'ni exe faylini yuklab olamiz va ustiga ochish tugmasini bosamiz. Birinchisini ustiga bosib izvilichit qilib olaman birinchi ochratda. Bu arxiv fayl. Izvilichit C deyman. Download papkasiga olmoqchi. Izvilichit tugmasini bosaman, zaminat qilib yuboraman. Mana ochildi fayl. Bu faylni birinchisini ishga tushiraman. Ozroq vaqt oladi ishga tushguncha. Ungacha dispetcher zadachi bilan RAM shu dasturni yonma-yon qo'yib olaman. Qanday o'zgarish bo'lishini ko'rsatishim uchun kerak bo'ladi. Mana ikkalasi ham ochildi. Holati bir xil holatda. Даже hech qancha o'zgarish yo'q. Bunda ham 6 gigabaytdan oshiqroq, bunda ham 6 gigabaytdan oshiqroq. Salkam 7 gigabayt. Endi yuqori bo'limdan fayl menyusidan keyingi menyuni, ya'ni empty degan bo'limni ustiga bosamiz va eng pastidagi mana shu oxirgidan bitta tepadagisini bir marta ustiga bosamiz, chap tugmani. Ozroq kutamiz. O'zgarish bo'ldi. O'sha mana bu yoqda e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, kesh xotirani tozaladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.